Assalomu alaykum. Xabarlaringiz bor, men 2 etajli domda, 1-etajda yashayman. Bu domlar eski dom bo'lgani uchun kanalizatsiyalar ishlamay qolgan, shu uchun arqa taraf domda arqa tarafidan kanalizatsiya qilmoqchi edik. Lekin tepadagi qo'shnimiz uchastkavoy mahalla raisi xotin-qizlar raisini chaqirib qildirmayman deb janjal qildi. Keyin men aytdim, uchastkovoyga aytdim, aka dedim, menga dedim, urush janjal kerak emas, tinchlik kerak, mayli kanalizatsiya qilmayman dedim. Vanna bilan dedim, oshxonani suv tushadigan quduq qilaman dedim. Mayli kanalizatsiya kerak emas dedim, shu quduqni qilaman desam ham bunga ham ko'nmayapti, faqat bu qiz aldayapti deydi. Aldasam dedim, ichkarini kirib ko'rasizlar dedim. Men uyim shu yerda bo'lsa dedim. Sizlar shu yerda dedim, kelib tekshirib ko'rasizlar-ku dedim. Mahalla raisimsa, uchastkovoy ham uni yoniga olib gapiradi deydi. Axir u erkak kishi, men himoyasiz nogiron bo'lsam, men agar noto'g'ri gapirayotgan bo'lsam, aytsin, ularni tushunishga harakat qilib, mayli sizlar aytganday kanalizatsiya qilmayman, vanna bilan oshxonani suv tushadigan quduq qilaman dedim. Yo'q, sen dedi, men ham shu davlat fuqarosiman-ku, men ham Allohning bandasiman-ku. Hech kim yo'q deb shunchalik aytish shartmi? Men ularga nima qildim? Buni ovoz qo'shnimga gapirmadi. Bu qizni ham tushun. Mana qildirmayman deyapti-ku. Oddiy vanna bilan oshxonani suvi tushadigan quduq qilaman deyapti-ku deb bir ovoz qo'shnimga gapirmadi. Faqat menga gapiryapti, sen aybdorsan. Sen aybdorsan, meni aybim nima? Adolatli kasb egalari bo'lib turib, adolatli qaror chiqarmayapti. Qonun bo'yicha qaror chiqarsin, mening qarshiligim yo'q. Ko'ramiz dunyo torku, bir kun yorug' qorong'u, dilimni og'ritganlar, sizga ham xudo borku, qo'limdan kelar nima, jinxotimga qaytaman, mehr barchangizni Xudoyimga aytaman. Ularning azobidan qalbim tilim